Va qalu lavimiz cho'chchayadi va qoni yo'g'on qiling. Chunki qof harfi o'zi yo'g'on, lekin alif bilan kelsa, fathali bo'lib alif bilan kelsa yana ham yo'g'on bo'ladi. Qo va ko bo'lib qolmasin. Va qalu lu ikki harakat miqdor cho'zamiz. Law vovni bildiramiz. Lavimiz cho'chchaysin. Law kunna deganimizda nunda ushlab turaylik. Kuga lavimiz cho'chchayadi, ammo nunda qaytadi. Kunna. Qarang, nun fathalik, sin sukunlik. Sinda kenglik sifat bor. Nasma'u. Mimda fatha, ayn harfimiz dommalik. Nasma'u. Au deganimizda lavimiz cho'chchaysin. Au. Mana bu nasma'u a deb aniq, ya'ni bilinsin. Nasma'u au. Naqilu. Qarang, nun fathalik, aynimiz sukunlik. Naqilu. Aniq bilinsin ayn, chunki buni jarangdorlik sifati bor. Naqilu. Qi bo'lib qolmasin. Qi. Ma'dik harakat miqdor cho'zamiz. Ma kunna deganimizda kuga lavimiz cho'chchayadi. Ku nunda qaytadi lavimiz yana. Kunna ikki harakat miqdor cho'zamiz. Fi cho'zamiz. Fi mad munfasil 4-5 harakat miqdor cho'zamiz. Cho'zdikmi? Endi a da aniq bildiramiz. As sod sukunlik. As yo'g'on bo'lsa as bo'lib qolmasin. As hadik harakat miqdor cho'zamiz. Bida kasrasi aniq. Bis deb turib birdan shamsiya bog'lab o'tiramiz. Singa bog'lab o'qiymiz. Ashabis sa'ir. Sin bilinsin. Sa'ir deganimizda mana kasralar bilinsin. Ayir. Oxirida ro'da to'xtaganligimiz uchun nima bo'ladi? Sa'ir ingichka qilamiz. Sabab oldi kasralik. Agar qo'shib o'qib ketsak ham nima qilamiz? Ingichka qilamiz. Sa'iri fa'tarafu bo'lib. Demak, oyatni o'qiyman. Va qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir.